Qahri markazi, vokzal, texnopark orqasidagi mana shu Novostroy hududimizdan tayyor kvartira sotuvga qo'yildi. 3-qavatda joylashgan ushbu kvartiramizga lift orqali chiqsangiz ham bo'ladi, zina orqali ham, sababi yaxshi etajda joylashgan. Eshidan kirganimizda mana shunaqa katta komprixoshka mebellarga e'tibor bergan bo'lsangiz kerak. Koridorimiz ham juda ham keng va lustrlargacha hammasi ahamiyat berib qo'yilibdi. Uyimizda xonalarni ko'rishdan oldin mana bu eshiklarga ham ahamiyat berib qo'yasiz. Yaxshi eshiklar o'rnatib qo'yishgan ekan. Kengina, kattagina ko'z oldingizda mehmonxonamizni ko'rishingiz mumkin. O'zini alohida mebellari, gilamlarga moslangan konteyner hamda televizoriga ega. TV zonamiz ham chiroyli tartibda ta'mirlab qo'yilgan ekan. Uyimizning navbatdagi qismini o'tamiz. Bu kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz mana shu burchagimizda joylashtirilgan. O'zini alohida mebellariga ega hamda hamma siz videoda ko'rib turgan narsani o'z o'rnida qoldirib chiqib ketisharkan. Xonadonimizda sanozurlar alohida planirovka qilingan. Mana bu yerda hojatxonamiz bo'lsa, uni yonida umumiy sanozurimizni ko'rishingiz mumkin. Ta'mir holatlari ham juda ham yaxshi holatda. Kvartiramizning navbatdagi qismiga o'tamiz. To'pli pol qilingan uyimiz isitish tizimidan, kommunal tarmoqlardan muammo yo'q. LG kirish mashinasini hamda gaz plita mebellarni ham o'rnatib qo'yishgan ekan. Hammasi mana shu mikrovolnovkagacha o'z o'rnida qolar ekan. Bu esa ovqatlanish uchun mo'ljallangan ixchamgina qismimiz. Ertalabda choy ichsangiz bo'laveradi. Uyimiz 100 kvadrat metr maydon o'z ichiga oladi hamda oxirgi xonasi bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Mana bunaqa e'tibor berib qo'yasiz, romlarni ham termoromlarga almashtirib qo'yishgan. Xonadonimizning narxiga keladigan bo'lsak, $76,000, yana ozgina o'tib beradigan joyi ham bor ekan. Egalarning telefon nomerini videoni pastda qoldiraman, bog'lanib mana shu hujjatlar tayyor bo'lgan kvartiramizni sotib olishingiz mumkin.